Assalomu alaykum birodarlar. Mana Abdumutallib Hoji akami talab va istaklariga binoan Ne'matjon akamdan bir jarayon, yani nima so'zimiz bor edi? Jarayon nima edi? Taassurotlar haqida. Aka, italyanskiy bedana haqida nima fikrlaringizni bildirasiz? Qanaqa bedana ekan? Italiyadan keltirilgan. O'zgarish zo'r bo'pti. Sayrashlar zo'r. Hammalariga salom o'rtoqlar. Mana bugun keldik birinchi kunga. Avaz aka, Abdumuttal. Bundan buyog'i kelaverasizlar, xudo xolasa. Bizlar endi tashlashni boshladik, xudo xolasa. Bonuslari bor ekan, kelaveringlar, omad. Tutsanglar olib ketaverasizlar ekan. Muhitdan nima deysiz muhitga? Dam olish, aura. Dam olish hamma yoq zo'r bo'pti. Bitta oldin kelardi-yu, sarashir qichiqlari endi bosilyapti-da, barib kelaverasizlar. Bir o'rgansanglar, ammo kelib qolasizlar-da, ammo. Yana haftaga xudo xolasa. Bugun men keldim. Nimaga? Razvedkaga. Razvedkaga. Alisherni nimasini ko'raylik. Taassurotlarni aytaman men. Hali bor, endi mana aka nima qilyapti. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Hozir aytdim, mana qora akamiz oshni boshlab qo'ygan. Mana shunday qilib sheriklar bilan kelib damni olib qora akamiz mana osh jarayonini ham olib beraylik sizlarga. Xotirjamlik, tinchlik. Assalomu alaykum. Qora aka bormi? Uzuraman. Ne jarayonlarni olib qo'yamiz dedi, dam olishlardi. Sizga birinchi marta kelyapsizmi? Qalay muxtlar, tog'a? Zo'r ekan, yaxshi, yoqdi. O Ne'matjon aytdi, "Boshqa boramiz" deb joyga dedi, "O boraman" dedi. Ha. Keyin jumoda o'qib boraman deb, bo'lmasa dedim, bu joyga borasiz. Bo'zga borib o'qing deb, ular bo'zga boshlabdi. Yangi masjid ochilgani keluvdi-ku. Ha. Nurjon hoji kelgandi. Ha. Mashada o'qib kim bilan keldi? Yaxshimi? Yaxshi. Yayrayapsizmi, dam olyapsizmi? Yaxshi. Yaxshi joy. Bo'ladi ham, uni to'sib, telefon bitta. Bitta, hammasi bitta. Prosta tutadigan joyda ko'proq qiladi. Ha. Yo, biz o'zi katta joylar edi, hozir bitta aka bilan boqyapmiz. O'shanga endi nima deydi, dam olib ketadigan joy qilib qo'ydik mana. Ulfatlar bilan keldi mana oshlar ham. Sog' bo'linglar, to'g'ri? Charchamanglar. Yaxshimga olinglar, o'zinglar ham o'zimizdan telefonga. Ha, bo'ldi, bu tashlab beringchi, gaplashib. Ilonbosh boshlandi. Xo'p, kechak kutaman. Tirik ekanmi? Tirik ekan. Taassurotlar haqida endi. Taassurotlar gap yo'q, endi boshlab. O'zingiz boshlab berdingiz-a? Boshlab berdik. Ko'z tegmasin. Endi Malades. ko'ramiz. Bugün 5-iyun Cuma günü. Kim? Nerede? Ben siz oldunuz uğurluk yapma. O ana Amerikalı mehmonimiz bizga chiqmaydi deyatdi. Hech qayta chiqmagan ekan. Bu dorisini qilmagan ekanda bu bola. Bizda baliqlar ham biladi, bugun oxirgi kun provodi bo'lyapti, kuzatamiz. Xafa bo'lmasin deydi, mehmon ketadi bu yerdan. Yaqinda ketar ekan, mana biletlarni olib qo'ygan ekan. 3 kundan keyin oxirgi ov ekan bu. Baliqlarga aytdik, ichidagi g'avvoslar ilib berdi mana. Xafa bo'lmasin. İngilizceler nasıl deb qo'ying endi? Taassurotlardi. Very good. Very good. Nice. Siz ham inglizcha aytib chiqaring aka. Ehtiyot bo'ling yana. İyi. Oh ana. Bay ochildi. Akam hech qayta ish yurishmayotgan ekan. Maytda mana 1 kilolikdan oldim. Qaydanmi? Qalay, maza qildingizmi? Yaxshi. Akam ham olib chiqish kerak, patsiya solib. Charchamay, omadsiz bersin. Yaxshi zo'r bo'lyapti. Bu yerda baliq o'ta ko'p ekan, tezroq kamaytirish kerak. Yana to'kkani. Qiynamaylik-da. Ha, qiynamaylik. Siqilib qolibdi baliqlar. Sog' bo'ling, omadsiz bersin, malades. Ne'mat akam mana yordamga keldi.
911 tersanglar Ne'mat akamga tushadi. Shit. 911. Nayman. Hali ham haligi nima deydi, his hayajonlar to'xtamayapti. Esdalikka. Uchovlaring bitta kadrda chiqdinglar, zo'r chiqdimi? Sog' bo'linglar. Yapsizmi hozirga? Yatibdilar, turibdi, seni yoqilib ketaveradi. Yana oho, kattasi bo'lib chekili. O'zi asha Koreyadan, Amerikadan kelganlar tushaydi bizda o'zi. Bugun 5-iyun. Chet elga chiqib Endi olib ko'rsatasiz endi uni. Haligi sovrinli baliqni ushlab olibsiz. Sovrinli emas. Ha. Ko'rdingizmi, g'avvoslar yaxshi ishlaydi-mi? Faqat mehmonlarga. O'zi ko'rsatib bering endi uni. Ana bunday o'sha. Chiroyli chiqadi-da. Ha. U emas ekan, u 6 kilo, 7 kilo. Bu 3 kiloni tepasi ekan. Bilasizlar, deyni endi chiroyli o'zingizni nimalaysiz. kelinglar mana. Bir chet elga chiqib kelinglar. Akamiz mana Amerikaga ketadigan ekan, kichik kundan keyin bir dam olib kelay deb kelgan ekan. Vashcha zo'r bo'ldi. Kelaverasizlar. Rezultat zo'r. Ha, deysiz. Omadingizni bersin. Ha, gapiryapti, nima deyapti u? Inglizchalar gapiradi. G'avvoslar yaxshi ishlayapti mana. Bobur, anoni olib kel. Bitta rasmga ham olib qo'y keling. Rasmga olib qo'y. Sizning gruppamizga ham olib qo'ying. Aytdim, uyga borib, mashinada edi telefonim. Esdalik. Mana Ali Otabek bor edi. Ashim bilan ham suhbatlarimiz kelsangiz bo'ladi. kechki ovimizda Asakadan kelgan mehmon akalarimiz bilan kulishib, gaplashib, dam olib o'tiribmiz. Dam olib mana o'rtada osvetlarimiz yonida. Mana shunaqa nimada dam olib o'tiribmiz. Katta maza qilib o'tiribmiz, tepalarni lanchkalab. Chista ishga ashsheniyada maza qilyapmiz. Bizni tanigan, tanish bilishlar mana bugun ochilibdi bu yer. Mazza qilib o'tgan yilgidan ham zo'r bo'lib qopti. 3 kilolikni olib chiqdik. Ishti qilib o'tiribdi aka mana. Qo'yib 3 kiloda o'tiribmiz damda olib. Ashiga sizlar ham sekin-sekin kelishni boshlayverasizlar, xudo xolasa. Ammo zo'r bo'lib qopti. Baliq ham yog'siz, gap yo'q ekan. Sharoitlar dahshat. Men lekin maza qildim sharoitiga. Juda zo'r. Sharoitlar Odam juda sog'ingan ekan, maza qildi lekin. Hamma narsa qilishga imkoniyatlar bor ekan dedi. Avaz aka eshityapsizmi? Telefon qilib yuboring eshitdik. Ayniqsa mana namoz o'qiydiganlarga sharoitni zo'r qilib beribsizlar lekin. Zo'r bo'lib qolgan. Hamma sharoit bor-da, dedi. Kecha kunlar so'rilarda o'qib yurdik-ku. Bu yerda shu kichkinagina masjid qilib qo'yibdi. Namozxonlar uchun menga zo'r yoqdi Aka lekin. ko'ngil tortib keldik bu yerda. Xudo xolasa mana kimga ismini Xayrullo akami? Xayrullo aka ham keldi mana. Mana keldi Xayrullo aka. Yangi ovchimi siz, eski ovchimisiz? Lekin dadam pochin qilib berdi lekin mencha. Ha, ochib berdi. Hojati. Ammo yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Ko'p ham emas, oz ham emas. Boshqa yerga mana 2 kun bordik, quruq bo'ldi. Bugun bu yerda quruq bo'lmadi. Ha. Yomon bo'ldi. Aslida Og'aynilar bilan ham kelib, zo'r maza qilib davom olib ketadigan joy bo'lib qolibdi. Ashaqa joy sharoit xolasa. Chista diki nima ekanda, ashshana diki maza qilasizlar. Ayniqsa kechqurun bo'ldi. Lampalar ham qishki anaqani beryapti, aka. Yangi yilda. Yangi yil. Ko'rishguncha xudo xolasa kelaverasizlar. Abdumuttal hoji akamga ham Abdumuttal hoji ana xudo xolasa keladi. ukamiz o'zi boshlab berdi. Bugun ancha Xudo xolasa zo'r bo'ldi lekin, vahsha zo'r bo'ldi. Esdalikka bo'lib qoldi. Esdalikka bo'lib qoldi. Sezon asakaliklar sezonni ochib berdi. Eslab yuramiz gruppada yozib. Noshta birinchi kuni. Xudo xolasa. Kelaverasizlar.
Qalmoqlar ko'tarib. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yaxshi dam olyapsizlarmi? Zo'r Biz bo'ladi. xursandmiz. Hali ham kam kurslarimiz bor. Bo'ladi. To'g'rilasak, hali yana ham bundan ham Juda zo'r, juda zo'r maza qilyapsiz. ko'z tegmasin. Yovvoyi tabiatda. Ha, xuddi shunaqa. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Hammani kutamiz. Kelinglar. Kelinglar.